Shambalani so'ragan insonlar uchun shambala o'zi nima? Protipokazaniyasi bormi? Qanaqa bo'ladi? O'rtoqlar, shambala. Original haqiqiy shambala. O'rtoqlar, buni nomi helba deyiladi. Hali hech qaysi professional bo'lgan tabiblar ham sizga aytmagan sirlarni ochib beraman. Agar buni zaytun yog'i yoki toza o'simlik glitserinida 14 kun davomida 50 gradus haroratda saqlab tayyorlaydigan bo'lsangiz, hattoki tug'ruqdan keyingi chandiqlar, operatsiyadan qolgan chandiqlar yoki bu dog'larni ham 100% o'rtoqlar ketkizib beradi. Shunaqangi noyob narsa. Agar buni asalda to'g'ridan-to'g'ri tayyorlanadigan bo'lsa yoki anjir suvi, finika, qurmoq bilan birgalikda to'g'ri haroratda qaynatiladigan bo'lsa, o'pkasili, uzoqiljan kasalliklari va o'pkadagi eski balg'amlarni ham quritib chiqarishga yordam beradi do'stlar. Lekin shunga qaramasdan chuqur protipokazaniyasi bor. Ya'ni bu nima? Homiladorlik davrida har ikkala holatda ham berib bo'lmaydi do'stlar. Buqoq kasali bor insonlarda, miomasi kasali bor insonlarda, endometriozda, ko'krak bezi kasalliklarida u mumkin emas do'stlarim. Birinchi tur qandli diabet, ya'ni insulinga qaram bo'lgan kasalliklarda mutlaqo mumkin emas do'stlar. Alloh taolo barchaga shifo bersin.